Kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz? Erkin Sidiq. Мен yaqında Xitoy puhralari hukumatining Uyg'urlarga selayotgan zulmiga qanday qaraydi degan temadagi qisqa maqolani yozgandan keyin bir qism qarindoshlar mendan undaqda biz Xitoy puhralariga qanday muomala qilishimiz kerak deb so'rdi. Bu savolga aslida Abduvali Ayub inimiz o'zining 9 noyabrdagi Uyg'ur qaysi Xitoyga o'sh degan maqolasida javob berib bo'lgan edi. Shundoq bo'lsa-mu men bu yerda ozroq qo'shimcha qilib qo'yay. Vatanda 60-yillarning oldi keynida tug'ilib o'sgan qarindoshlarning ko'pinchisi madaniyat zo'r inqilobi jarayonidagi mundaq bir ishni biladi. Hamma kishilar mavjudshi so'zlardan uzunda degan bir kichik qizil tashliq kitobni ko'tarib yurgan hamda uningdagi mazmunlarni asosiy jihatdan majburiy holda yodlab olgan. Aşı söz üzündüler içinde mundaq bir söz var. Kimler bizning do'stimiz, kimler bizning dushmanimiz? Bu birinchi darajalik muhim masala. Bu bir xil siyosiy kurash va harbiy to'qinish taktikasi va strategiyasi bo'lib, amaliyotda o mavzudun mundaqlı deb qo'ygan gap emas. Balki mening tushunishimcha o mavzudun 2000 yildan uzunroq Xitoy tarixidagi siyosiy kurash va harbiy to'qinish amaliyotlardan yakunlab chiqqan sirtqi va ichki dushmanga unumli taqobil turishdagi taktika va strategiya. 1949 yildan burun mavzudun yetakchiligidagi Xitoy Kompartiyasi ashu taktikadan foydalanib, oldi bilan o'zining birinchi darajalik dushmani bo'lgan Milliy partiya, ya'ni Kuomintang bilan birlik sap tuzib, Xitoy zaminini besib olgan yaponlarni Xitoy zaminidan qo'g'lab chiqadi. Andin Xitoy davlati ichidagi birlashgili bo'ladigan barliq kuchlar bilan birlashib, foydalang'ili bo'ladigan barliq kishilar, masalan, Xitoy dehqonlari va har xil Xitoy boylaridan foydalanib, Milliy partiya qo'shinlarining asosiy qismini mag'lub qildi. Qolganini bo'lsa Tayvanga qo'g'lavatdi. Shuning bilan Xitoyning davlat hokimiyatini qo'lga oldi. Ya'ni ko'zlagan maqsadga yetish uchun oldi bilan birlashgili bo'ladigan va foydalang'ili bo'ladigan kuchlarni do'st hisoblab, ular bilan birlik sap tuzib, ular bilan birlashdi va hamkorlashdi. Aslidagi cho'ng maqsadga yetib bo'lgandan keyin do'st dushmanni qaytadan ayirib chiqib, o'zlari uchun dushman deb qarg'anlarni andin yo'qotdi. Xitoy Kompartiyasining kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz degan taktikadan foydalanishi shuning bilan to'xtab qolmadi. Ular 1949 yildan keyin xalqaro munosabatda bu taktikadan eng yuqori darajada foydalanib, o'zlari yo'liqqan har xil cho'ng o'tganlarning hammasidan mushu taktika bilan o'tdi. Bu masala haqidagi tafsiliy mazmun mazkur maqolaning doirasidagi narsa bo'lmag'achqa, men u haqda ko'p narsa yozmay, ozroqli to'xtalaman. Xitoy hukumati 2004-yilda har yili 12 milliard dollar ajratib, dunyoviy ideya kontrolligi bilan shug'ullandi. 2015 yilga kelganda
bu pulning miqdori 15 milliard dollardan eshib ketdi. Bu pulni Markaziy Partkom Siyosiy Doimiy Komiteti Davlat Birlik Ministeri Tongjam bu orqali boshqurdi. Ular har haftada bir qitim Beyjingdagi bir maxfiy o'rinda yig'in ochib, keyingi bir hafta ichida Xitoyning tashviqot qurollari orqali dunyoga nimalarni tashviq qilishni qaror qildi. Bu organning yana bir tarmoqining 1000 dan ortiq butun kunlik tadqiqotchi xodimi bor bo'lib, ular o'z oldiga axborot to'playdi va ularni analiz qiladi. Shu asosda yangi strategiyalarni vujudga keltirdi. Chet eldagi Uyg'urlarni parchalash va Uyg'ur faoliyatchilarining xizmatlariga buzg'unchilik qilish uchun xarjlanadigan xarajatmi yuqoridagi puldan keladi. Xitoy hukumati chet eldagi barliq ta'sirdor arboblarni, masalan, davlat rahbarlari, diplomatlar, dangliq kino artistlari va sportchilar qatorliqlarni qizil guruhga va ko'k guruhga deb ikki guruhga ayiradi. Qizil guruhga kishilarni Xitoyga taklif qiladi. Ularga davlat rahbarlari va dangliq ziyolilar bilan ko'rishish fursati yaratib berdi. Ularni medialarda maqtaydi hamda ba'zida ularga soda va mablag' silish fursatlarini yaratib berdi. Amerikadagi o'ylash ambarlari va universitetlarga pul berib, ularning Xitoyga foydali siyosatlarni vujudga keltirishini qo'lga keltirdi. Ko'k guruhga ayrilgan kishilarga bo'lsa, Xitoyga kirish vizasi bermaydi. Hamda Xitoy hukumati o'zlarining chet eldagi tashviqot organlari orqali ularning orqasidan so'z cho'chak tarqitib, imkoniyatning boricha ularning yuzini to'kish va obro'yini yo'q qilishga tirishadi. Yaqinda Amerika hukumat amaldorlaridan muavin prezident Mike Pence, senator Marco Rubio va Avam palatasi a'zosi Christopher Smith qatorliq kishilarning hammasi kommunistik Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon Amerikaga qo'llanib kelayotgan har xil razil ish harakatlari ustida to'xtalganda, ashundoq razil siyosatlarning ijro qilinishida Xitoy Birlik ministeri nihoyatda muhim rol o'ynab kelayotganligini tilga oldi. Xitoy hukumati kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz degan taktikani Uyg'urlarni kontrol qilish va bo'ysundirish jihatdami intayin unumlik foydalanib keldi. Shundoq qilishni Xitoy davlatining ichki va sirtida hozirmi unumlik davomlashtiryapti. Ya'ni Xitoy hukumatining daftarida Xitoydagi va chet eldagi barliq ta'sirdor Uyg'urlarmi Xitoyning do'sti va Xitoyning dushmani deb ikki guruhga ayrilgan bo'lib, Xitoy hukumati ashu do'stlarni himoya qiladi va ulardan foydalanadi. Ammo dushmanlarni bo'lsa har vaqt chetga qiqib, ulardan har vaqt o'ch elib, vosita tanlamay ularni vayron qilishga tirishadi. Ammo bizning bir qism qarindoshlarimiz Xitoyning bundaq taktikasini tushunmayotdi va bundaq taktikaning qimmatini ancha bilib ketmayotdi. Ular chet eldagi Uyg'ur emas, kishilar bilan kommunistik Xitoy hokimiyatiga qarshi birlik tuzib, ular bilan billa ish elib berish u yoqda tursin, Uyg'urlarni
hech qandaq asosi yo'q holda Şinjanchi, Sharq Turkistonchi, avtonomiyachi, mustaqilchi degandek sinflarga ayirib, düşmanni bir yoqqa qayirib qo'yib, o'z sepidagi kishilarga o'zining borliqini atab Uyg'ur davosini qilayotgan kishilarga to'xtamay hujum qilyotdi. Shuning bilan ular chet eldagi faoliyatchilarning ishlarini ilgari surish u yoqda tursin, balki har bir qadamda ularning xizmatini oqsitayotdi. Men 1990-yillarning oxiri Uyg'urlarning xizmatini qilayotgan vaqtimda mening 70% vaqtim tashkilot ichidagi Uyg'urlarning ziddiyatlarini bir taraf qilishga ketib, vaqtimning around 30%ni millatga xizmat qilish uchun ishlatishga majbur bo'lib qolgan edim. Hozir Uyg'ur tashkilotlarida xizmat qilayotgan qarindoshlarning kunimi intayin tas bo'lib, bu ahvol odamni bakmi ichintirdi. Hozir chet eldagi Uyg'urlarning oldidagi vazifa intayin ig'ir. Ammo Uyg'urlarning siyosiy va boshqa kuchlari intayin ojiz bo'lib, biz qo'lga keltirgili bo'ladigan barliq kuchlar bilan birliksab tuzgan taqdirdimi o'z ehtiyojimizdan to'liq chiqa olmaymiz. Mushundoq bir holatda turib, o'z ichimizdan ko'plagan guruhlarga bo'linib, bir-birimizning xizmatlariga putlqashang bo'lishimiz, hatto bir-birimizning ishlariga ziyon selishimiz biz uchun yana bir xil fojia bo'lib, bundaq qilmishlarimizni kelgusidagi avlodlarimiz hargizmi kechirmaydi. Chet eldagi Uyg'urlar hozir o'zlariga yuklangan ig'ir vazifalarning o'ttisidan o'ngishli chiqish uchun cho'qim kimlar bizning do'stimiz, kimlar bizning dushmanimiz degan taktikadan eng yuqori darajada unumli foydalanishga, o'zlari uchun do'st bo'ladigan va dushman bo'ladiganlarni to'g'ri ayirib chiqmasa bo'lmaydi. Bizda hozir biror birliksab tuzishga mas'ul organ mavjud bo'lmag'achqa, bu ishni har bir odam va har bir tashkilot o'z ustiga olmasi bo'lmaydi. Biz hozir shunday qilish orqali Uyg'urning barliq do'stlari bilan birliksab tuzib, kommunist Xitoy hokimiyatining hozir Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan razil taktikalari va irqiy qirg'inchilik siyosatlariga birlikda taqobil turishga muhtoj. Men 2009-yildagi 5-iyul vaqasidan keyin o'zimning bir Yahudi do'stidan "Seningcha biz buningdan keyin qanday qilishimiz kerak? Men millatim uchun nima ish qilib bersam bo'ladi?" deb so'radim. U menga birinchidan, agar sen 10 Uyg'urga yordam qila olsang, shularga yordam qilgin. Ikkinchidan, Uyg'urlarning chet elda biror terrorlik vaqasi paydo qilib qo'yishining oldini olish uchun tirishqin. Agar chet elda ashundoq qilganlar chiqib qoladi ekan, chet eldagi Uyg'urlar ashu ishni sodir qilgan kishilarni eng tez suratda yo'q qilish kerak. Sizlar Uyg'urlar hozir chet elning yordamisiz o'zinglarni qo'g'day olmaysizlar. Shunlashqa sizlarga Uyg'urlarni chet elning yordamidan ayirib qo'ydigan ish yuz bermasin degan edi. Bu so'z ba'zi qarindoshlarning ko'nglini rohatsizlantirib qo'yishi mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, men bu yerda uning deganlarini aynan bayon qilib qo'ydim. Xulosalasak, kommunistik Xitoy hukumatining hozirgi Uyg'urlarni
assimilasiya qilib yo'qotish, irqiy qirg'inchilik qilib yo'qotish va irqiy tozalash qilib yo'qotish suiqasdiga qarshi turadigan, Uyg'urlarga yesdoshlik qiladigan, Uyg'urlarning o'zini saqlab qilib, erkinlikka erishish kurashlariga yesdoshlik qiladigan va yordam qiladigan hamma kishilar navbatda bizning do'stimiz bo'lish kerak. Biz ashu do'stlarning hammasi bilan ittifoqlashib, ashu do'stlarning hammasi bilan birlik sap tuzib, o'zimizning borliqini atab, qattiq tirishqandila Uyg'urlarning o'zini saqlab qilish davosini belgilik unumga eriştire alaymiz. 2018 yıl 12 ayının 12 günü Los Angeles.